Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga 1 avgustdan qariyalar, pensionerlar va ijtimoiy himoyaga muhtoj keksalar uchun beriladigan bir 15 million so'mlik prezident mablag'i haqida juda muhim ma'lumotlarni tushuntirib beraman. Bu mavzu shunchaki yangilik emas, bu ko'plab oilalarning puliga, huquqiga va noto'g'ri tushuncha sabab yo'qotib qo'yishi mumkin bo'lgan imkoniyatiga tegishli masala. Eng ko'p berilayotgan savol shuki, bu 1 million so'mni qo'lga naqd olib, xohlagan narsaga sarflash mumkinmi yoki faqat ma'lum xizmatlar va ehtiyojlar uchun ishlatiladimi? Kimlar oladi, kimlar olmaydi? Qayerga murojaat qilish kerak, qanday hujjatlar kerak, eng muhimi. Bu pulni noto'g'ri va'dalar berayotgan odamlarga aldanib bo'y bermaslik uchun nima qilish kerak? Men hozir bularning hammasini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki eng muhim nozik joylar aynan o'rtada va oxirida bo'ladi. Kanal hozirroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ijtimoiy to'lovlar, pensiya, nafaqa va kompensatsiyalar bo'yicha yangiliklarni men muntazam tushuntirib boraman. Avvalo bitta narsani aniq qilib olaylik. Odamlar orasida 2 avgustdan barcha qariyalarga 2 million so'm tarqatilar ekan. Pasport bilan borsangiz, pulni naqd berishar ekan. Bu pulni bozorga, qarzga yoki telefon olishga ishlatsa bo'lar ekan degan gaplar yuribdi. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Har qanday prezident mablag'i yoki davlat tomonidan ajratilgan yordamning aniq maqsadi oluvchilar toifasi va sarflash tartibi bo'ladi. Ya'ni barcha qariyalarga bir xil va naqd pul degan gapni eshitsangiz, darhol ehtiyot bo'ling. Oldin qanday edi? Avval ko'p yordamlar alohida tartibda berilar edi. Kimdir moddiy yordam olardi, kimdir dori-darmon uchun yordam so'rardi, kimdir nogironlik vositasi yoki parvarish xizmatiga muhtoj bo'lardi. Mahalla, tuman hokimligi, ijtimoiy himoya bo'limlari, pensiya jamg'armasi yoki tibbiyot muassasalari orqali murojaat qilinar edi. Bunda har bir yordamning o'z talabi bor edi. Masalan, pensioner bo'lishning o'zi yetmasdi. Odamning real ijtimoiy holati ham ko'rib chiqilardi. Yolg'iz yashaydimi, farzandlari bormi, daromadi yetarlimi, sog'lig'i qanday, dori-darmon xarajatlari qancha, parvarishga muhtojmi yoki yo'q. Endi nima o'zgaryapti? Davlat ijtimoiy himoyani manzilli qilishga, ya'ni pulni haqiqatan ehtiyojmand odamga yetkazishga harakat qilyapti. Shuning uchun 1 million so'm degan mablag' ham hamma keksalarga bir xilda tarqatiladigan sovg'a sifatida emas, balki aniq ehtiyojni qoplashga qaratilgan yordam sifatida tushunilishi kerak. Bunda asosiy savol, men pensionerman, menga pul beriladimi emas. Asosiy savol, mening holatim ushbu yordam mezonlariga tushadimi va bu mablag' qaysi ehtiyojimni qoplash uchun ajratiladi bo'lishi kerak. Men ko'p kuzatgan holat shuki, yangilik chiqqanda odamlar birinchi navbatda summani eshitadi. 5 million so'm deyilsa, hamma darhol bu pulni nimaga ishlataman deb o'ylaydi. Lekin hujjatlarda odatda puldan ham muhimroq joy bo'ladi. Kim oladi, qanday tartibda oladi, mablag' naqd beriladimi yoki xizmat ko'rinishidami? Muddatlari qanday, qayta murojaat qilish mumkinmi? Rad etilsa nima qilish kerak? Shularni bilmagan odam navbatda turib vaqtini yo'qotadi yoki firibgarga aldanadi. Endi eng muhim savolga kelamiz. Bu 5 million so'mni nimaga sarflash mumkin? Agar mablag' ijtimoiy yordam sifatida ajratilgan bo'lsa, odatda u keksaning hayoti va sog'lig'i uchun zarur bo'lgan ehtiyojlarga yo'naltiriladi. Masalan, dori-darmon, davolanish bilan bog'liq xarajatlar, tibbiy tekshiruv, parvarish vositalari, nogironlik aravachasi, eshitish apparati, ko'zoynak reabilitatsiya xizmatlari, uy sharoitida parvarish uchun zarur buyumlar, sanitariya gigiyena vositalari, oziq-ovqat yoki boshqa birlamchi ehtiyojlar. Lekin bu aniq ro'yxat har bir dastur bo'yicha alohida tasdiqlanadi. Shuning uchun men doim aytaman, eshitdim degan gapga emas. Rasmiy tashkilot bergan yozma yoki elektron ma'lumotga tayangan ma'qul. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. 2 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi, pensiyasi 900 ming so'm atrofida. Har oy qon bosimi va yurak dorilariga 300 ming so'm sarflaydi. Uyda unga qaraydigan doimiy odam yo'q. Farzandlari boshqa viloyatda yoki imkoniyati cheklangan. Bunday holatda 1 million so'mlik yordam dori-darmon, tibbiy ko'rik yoki parvarish ehtiyojiga yo'naltirilishi mumkin. Bu yerda maqsad onaxonning real muammosini yengillashtirish. Ikkinchi misol. 8 yoshli otaxon pensiya oladi, lekin farzandlari bilan birga yashaydi. Oilaning umumiy daromadi yaxshi, uy-joy sharoiti barqaror, sog'ligi ham nisbatan yaxshi. U faqat men ham pensionerman deb murojaat qilsa, yordam avtomatik berilishi shart emas. Chunki
Davlat yordami odatda eng muhtoj qatlamga birinchi navbatda ajratiladi. Bu adolatsizlik emas, manzilli yordam tamoyili. Ya'ni imkoniyati bor oiladan ko'ra yolg'iz, kasal, parvarishga muhtoj yoki daromadi yetmayotgan keksa odamga ustuvorlik berilishi tabiiy. Uchinchi misol. Haqqamin yoshli bo'yi nogironlik guruhiga ega eshitish apparati kerak, lekin narxi 2 million so'm. Agar dastur shunday texnik vositalarni qoplashga ruxsat bersa, ilk 1 million so'm aynan shu apparatni olishga sarflanishi mumkin. Bu holatda pulni qo'lga berishdan ko'ra, ba'zan tashkilot apparatni xarid qilib beradi yoki voucher, sertifikat elektron to'lov shaklida ishlatish tartibini belgilaydi. Shuning uchun menga naqd pul bermadi deb darhol xafa bo'lish kerak emas. Ba'zi yordamlar naqd pul emas, xizmat yoki buyum ko'rinishida beriladi. 4-misol. Pensiya ayolga operatsiyadan keyin bog'lov materiallari, pampers, maxsus krem, antiseptik vositalar kerak. Oilasi har oy bularni olib berishga qiynaladi. Bunday holatda yordamni maishiy texnika yoki kiyim-kechak olishga emas, aynan sog'liq va parvarish vositalariga ishlatish talab qilinishi mumkin. Chunki davlat mablag'i maqsadli bo'lsa, uni boshqa joyga burib yuborish keyinchalik muammo keltiradi. Endi kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar esa ortiqcha ovora bo'lmasligi kerak? Xavotir olishi kerak bo'lganlar, avvalo yolg'iz yashaydigan pensionerlar, farzandlaridan real yordam olmaydigan keksalar, og'ir kasalligi borlar, nogironligi bo'lganlar, uydan chiqa olmaydiganlar, yotib qolganlar, doimiy dori-darmonga muhtojlar, oziq-ovqat va kommunal xarajatlardan keyin qo'lida pul qolmaydiganlar. Ana shu odamlar o'z huquqini bilishi va mahallaga ijtimoiy himoya organiga murojaat qilishi kerak. Ortiqcha ovora bo'lmasligi mumkin bo'lganlar esa shunday holatdagi odamlar. Pensiyasi yetarli, qo'shimcha daromadi bor, farzandlari doimiy ta'minlab turadi. Sog'lig'i bo'yicha jiddiy xarajat yo'q. Ijtimoiy himoya ro'yxatlarida ehtiyojmand sifatida turmaydi. Albatta, ular ham ma'lumot olishi mumkin, lekin hamma oladi, men ham borib talab qilaman degan yondashuv ko'pincha natija bermaydi. Bu yerda yana bir nozik masala bor. Ba'zi odamlar agar farzandim bo'lsa, menga hech qanday yordam berilmaydimi deb so'raydi. Yo'q, masala bunchalik oddiy emas. Farzand borligi alohida ko'riladi. Lekin farzandning real imkoniyati ham muhim. Masalan, farzandning o'zi nogiron bo'lishi, ishsiz bo'lishi, ko'p farzandli bo'lishi yoki boshqa viloyatda yashab, ota-onaga yordam bera olmasligi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy xodim yoki mas'ul tashkilot holatni umumiy baholashi kerak. Sizning vazifangiz esa vaziyatni aniq hujjatlar bilan ko'rsatish. Endi eng ko'p xato qilinadigan joylarga o'tamiz. Birinchi xato. Prezident puli degan nomni eshitib, uni xohlagancha ishlatish mumkin deb o'ylash. Agar mablag' maqsadli ajratilgan bo'lsa, sizdan chek, kvitansiya, dorixona hujjati yoki xizmat ko'rsatilganini tasdiqlovchi ma'lumot so'ralishi mumkin. Masalan, siz dori uchun yordam olib, keyin uni qarz yopishga ishlatsangiz, keyingi murojaatlarda ishonch kamayishi, hatto ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish masalasi chiqishi mumkin. Har bir dasturda nazorat turlicha bo'ladi. Lekin maqsadli pulni maqsadsiz sarflash doimo xavfli. Ikkinchi xato vositachilarga ishonish. Menga pasportingizni bering, men bu millionni chiqarib beraman. Plastik kartangiz raqamini ayting, telefoningizga kelgan kodni ayting. Oldindan 1000 so'm bersangiz, ro'yxatga kiritaman degan odamlar chiqishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech qachon SMS kodni, bank karta parolini, mobil ilova parolini, plastik kartaning to'liq ma'lumotlarini begona odamga bermang. Davlat yordamini olish uchun rasmiy tashkilot sizdan bank parolini so'ramaydi. Agar kimdir kod so'rasa, demak bu xavfli signal. Uchinchi xato faqat og'zaki murojaat qilish. Ko'p odam mahallaga boradi, menga yordam kerak deydi. Keyin hech kim qaramadi deb qaytadi. Men bunday vaziyatda yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Yozma murojaatda ism, familiya, yashash manzili, telefon raqam, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, pensiya holati, sog'liq muammosi, nima uchun yordam kerakligi aniq yoziladi. Masalan, men yolg'iz yashayman. Har oy falon dori vositalariga o'rtacha falon so'm sarflayman. Pensiyam falon so'm. 5 million so'mlik yordamni dori-darmon va tibbiy ko'rik uchun ajratishingizni so'rayman. Bunday murojaat aniqroq ko'riladi. 4-nozik jihat. Yordam bir martalikmi yoki doimiymi? Ko'p hollarda bunday mablag'lar doimiy pensiyaga qo'shimcha oyma-oy to'lanadigan pul bo'lmasligi mumkin. U bir martalik yordam, voucher, maqsadli kompensatsiya yoki xizmat paketi bo'lishi mumkin. Shuning uchun avgustdan boshlab har oy beririm 1 million qo'shilar ekan degan gapni eshitsangiz, rasmiy tasdiq bo'lmaguncha ishonmang.
Pensiya oshishi boshqa masala, maqsadli yordam boshqa masala. Bularni aralashtirmaslik kerak. 5-jihat ro'yxatga kiritilganlik. Ba'zi yordamlar ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki mahalla tomonidan aniqlangan ehtiyojmandlar ro'yxati asosida beriladi. Agar siz haqiqatan muhtoj bo'lsangiz, lekin ro'yxatda bo'lmasangiz, yordam sizga avtomatik kelmasligi mumkin. Shuning uchun meni hamma biladi, mahallada yashayman-ku deb kutib o'tirmang. Hujjat bilan murojaat qiling, holatingizni rasmiy qayd ettiring. 6-jihat yashash joyi va ro'yxat masalasi. Ba'zi keksalar bir joyda ro'yxatda turadi, boshqa joyda yashaydi. Masalan, pasport bo'yicha Qashqadaryoda, amalda Toshkentda farzandiniki yashaydi. Bunday holatda qayerga murojaat qilish, qaysi mahalla ko'rib chiqishi, tibbiy hujjatlar qayerdan olinishi masalasida chalkashlik bo'lishi mumkin. Men bunday odamlarga avval amalda yashayotgan mahalla va ro'yxatda turgan hududdagi mas'ullar bilan alohida gaplashishni, imkon bo'lsa vaqtincha yashash holatini tasdiqlovchi ma'lumot tayyorlashni maslahat beraman. 7-jihat hujjatlarda nomuvofiqlik. Ism, familiya xato yozilgan, pasport almashtirilgan, bank kartasi eski, telefon raqami boshqa odam nomida, pensiya kartasi bloklangan bo'lsa yordam kechikishi mumkin. Shuning uchun ariza berishdan oldin ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, telefon raqam va manzil ma'lumotlari to'g'ri ekanini tekshirib oling. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. 1-qadam, rasmiy ma'lumotni tekshiring. Mahalla fuqarolar yig'ini, tuman yoki shahar ijtimoiy himoya bo'limi, inson ijtimoiy xizmatlar markazi, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Telefon orqali so'rasangiz ham bo'ladi, lekin imkon bo'lsa borib, aynan sizning holatingiz bo'yicha tushuntirish oling. Savolni umumiy bermang. 1 million bormi? Demang. Men falon yoshdaman, pensiya olaman, yolg'iz yashayman, falon kasalligim bor, dori xarajatlarim bor. Ushbu yordamga huquqim bormi va qanday hujjat kerak deb so'rang. 2-qadam, hujjatlarni tayyorlang. Odatda quyidagilar kerak bo'lishi mumkin. ID, karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishni tasdiqlovchi ma'lumot, bank karta rekvizitlari, yashash manzili, mahalla ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa, shifokor yozib bergan dori ro'yxati, nogironlik bo'lsa, nogironlikni tasdiqlovchi hujjat, yolg'iz yashash holati bo'lsa, buni tasdiqlovchi ma'lumot, daromad yetishmasligini ko'rsatadigan hujjatlar. Hamma holatda ham bularning barchasi talab qilinmasligi mumkin, lekin tayyor tursa ish tezlashadi. 3-qadam, xarajatni asoslang. Masalan, menga pul kerak deyishdan ko'ra, menga har oy qon bosimi dorisi, diabet dorisi va tibbiy tahlil kerak. Umumiy xarajat oyga 400 ming so'm atrofida, pensiyam kommunal to'lov va oziq ovqatdan ortmayapti deb aniq tushuntiring. Agar dorixonadan oldingi cheklaringiz bo'lsa, saqlang. Shifokor retsepti bo'lsa, nusxa qiling. Bu hujjatlar sizning so'rovingizni kuchaytiradi. 4-qadam, yozma ariza bering. Arizada murakkab yuridik so'zlar shart emas. Oddiy va aniq yozing. Men falonchi falon manzilda yashayman. Yoshim falon, pensiya olaman. Sog'lig'im sababli doimiy dori darmonga muhtojman. Oilaviy va moddiy holatim og'irligi sababli menga ajratilishi mumkin bo'lgan 1,5 million so'mlik ijtimoiy yordamni dori darmon, tibbiy ko'rik yoki zarur parvarish vositalari uchun ajratishingizni so'rayman. Ariza oxiriga sana va imzo qo'ying. Nusxasini o'zingizda qoldiring. 5-qadam, murojaatingiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Og'zaki topshirib ketmang. Kirim raqami, qabul qilingan sana yoki mas'ul xodimning ma'lumoti bo'lsin. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlang. Keyin javob kelmasa, aynan shu raqam orqali so'raysiz. 6-qadam. Rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Sizga berilmaydi degan javob yetarli emas. Nega berilmaydi? Ro'yxatda yo'qmisiz? Hujjat yetishmayaptimi? Daromad mezonidan o'tmayapsizmi? Dastur sizning hududingizda boshqacha ishlayaptimi? Yoki mablag' tugaganmi? Sababni bilsangiz, keyingi harakatingiz aniq bo'ladi. Masalan, hujjat yetishmasa to'ldirasiz. Tibbiy xulosa kerak bo'lsa, poliklinikaga borasiz. Ro'yxatda yo'q bo'lsangiz, ijtimoiy baholashdan o'tishni so'raysiz. 7-qadam. Pul tushsa yoki yordam berilsa, hujjatlarni saqlang. Agar yordam dori uchun berilgan bo'lsa, dorixona cheklarini saqlang. Agar tibbiy xizmat uchun ishlatgan bo'lsangiz, to'lov kvitansiyasini saqlang. Agar vosita berilgan bo'lsa, qabul qilish dalolatnomasi yoki hujjatini oling. Bu sizni keyinchalik savollardan himoya qiladi. 8-qadam, oilada tushuntirish ishini qiling. Ko'p hollarda keksa odamning o'zi hujjat yig'ishga qiynaladi. Farzandlari, nevaralari yordam berishi kerak. Lekin yordam berayotgan odam ham
pulni o'z ehtiyojiga ishlatmasligi kerak. Bu mablag' keksaning ehtiyoji uchun ajratiladi. Masalan, buvining doğru pulni olib, uyga boshqa narsa olish to'g'ri emas. Avval yordamning maqsadini biling, keyin sarflang. 9-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Agar kimdir men sizni ro'yxatga kiritaman, faqat oldindan pul bering desa, bunga ishonmang. Agar telefoningizga kod keldi, ayting desa aytmang. Agar plastik kartangizni menga berib turing desa, bermang. Rasmiy tashkilotga murojaat qiling. Shubhali holat bo'lsa, yaqinlaringizga ayting yoki huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qiling. 10-qadam, qo'shni va tanishlarga ham to'g'ri ma'lumot bering. Chunki qariyalar orasida mish-mish test tarqaladi. Kimdir hamma olarkan deydi. Kimdir faqat tanishi borlar olarkan deydi. Kimdir pulni bugun olmasan kuyadi deydi. Aslida har bir yordamning tartibi bor. Siz bilgan to'g'ri ma'lumotni boshqalarga ham tushuntirsangiz, ko'p odam aldanmaydi va bekorga sarson bo'lmaydi. Yana bir muhim masala, 20 million so'm sizga berilsa, uni qanday ustuvorlik bilan sarflash kerak? Men mutaxassis sifatida birinchi o'ringa sog'liqni qo'yishni maslahat beraman. Avval doimiy ichiladigan dori darmonlar, keyin shifokor buyurgan tahlil va tekshiruvlar, keyin parvarish vositalari, keyin oziq-ovqat va eng zarur maishiy ehtiyojlar. Agar mablag' maqsadli bo'lsa, albatta ruxsat etilgan yo'nalishga qaraysiz. Lekin tanlash imkoniyati bo'lsa ham, bu pulni bayram, qarindoshga sovg'a, ortiqcha xarid yoki keraksiz buyumga sarflash to'g'ri emas. Chunki keksaning ertangi dori puli yana muammo bo'lib qaytadi. Masalan, Mirbo'ji million so'mni 3 qismga bo'lish mumkin. 700 ming so'm dori darmonga, 400 ming so'm tibbiy tekshiruvga, 300 ming so'm parvarish va gigiyena vositalariga. 1000 ming so'm esa yo'l xarajati yoki zarur kichik ehtiyojlarga. Bu faqat misol, har bir odamning vaziyati boshqacha. Kimdadir ko'zoynak muhim, kimdadir eshitish apparati, kimdadir qandli diabet uchun test tasmalari. Kimdadir yurish tayoqchasi yoki ortopedik vosita kerak bo'ladi. Agar sizning ota-onangiz yoki bobongiz, buvinggiz ushbu yordamga muhtoj bo'lsa, ularni yolg'iz yubormang. Hujjatlarni birga tayyorlang, savollarni oldindan yozib oling. Mas'ul xodimdan javobni aniq so'rang. Keksa odam hayajonlanib, muhim ma'lumotni unutishi mumkin. Ayniqsa tibbiy hujjat, bank karta, telefon raqam va ariza masalalarida yoshlar yordam bersa, jarayon ancha osonlashadi. Xulosa qilib aytsam, 1 avgustdan 1 million so'mlik prezident yordami haqida gap ketganda, eng avvalo 3 narsani biling. Bu mablag' hamma qariyalarga avtomatik va naqd tarqatiladigan pul bo'lmasligi mumkin. U ko'pincha ehtiyojmand keksalar uchun maqsadli yordam sifatida ko'riladi va uni sarflash tartibi rasmiy qoidaga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun mish-mishga emas, mahalla ijtimoiy himoya markazi, pensiya bo'limi yoki davlat xizmatlari orqali olingan aniq ma'lumotga tayaning. Agar siz yolg'iz yashasangiz, dori-darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa, nogironlik yoki og'ir kasallik bo'lsa, pensiyangiz yashashga yetmayotgan bo'lsa, kutib o'tirmang. Hujjatlaringizni tayyorlang, yozma murojaat qiling, xarajatlaringizni asoslang va murojaatingiz ro'yxatga olinganini tekshiring. Agar rad javobi berilsa, sababini so'rang va yetishmayotgan hujjatlarni to'ldiring. Eng muhimi, hech kimga SMS kod bermang, bank kartangizni topshirmang, pul chiqarib beraman degan vositachilarga ishonmang. Davlat yordami sizning huquqingiz bo'lsa, uni rasmiy tartibda olasiz. Pul yoki yordam berilgandan keyin esa uni avvalo sog'liq, dori-darmon, parvarish va eng zarur ehtiyojlarga sarflash kerak. Sizning hududingizda bu 1 million so'm haqida nima deyishyapti? Mahallada tushuntirish berildimi yoki hali aniq ma'lumot yo'qmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, pensioner tanishlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri tushuntirish kimnidir sarsonlikdan, kimnidir firibgarlikdan, kimnidir esa o'z haqqini yo'qotib qo'yishdan saqlab qolishi mumkin.